Ee, Demak, keyingi mavzuyimiz asosiy elementar funksiyalar bo'ladi. Asosiy elementar funksiyalar qanaqa funksiyalar ekan? Shular haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi asosiy elementar funksiyalar, birinchisi o'zgarmas funksiya, ya'ni y barobar s ko'rinishidagi funksiya. Bu yerda s soni ixtiyoriy o'zgarmas son bo'lishi mumkin. Bu yerda funksiyani aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plami. Nega? Chunki x ni o'zi yo'q bu yerda, qatnashmagan. Shuning uchun x ni o'rniga ixtiyoriy son qo'ysak ham, baribir funksiya o'zi s ligicha qolaveradi. Shuning uchun ixtiyoriy x lar uchun o'rinli. Ya'ni x tegishli minus cheksizdan plyus cheksizlikkacha. Lekin bu yerda funksiyani qiymatlar sohasi faqat s nuqtani o'zi. Nega? Sababi funksiya o'zgarmas, faqatgina s sonda bor. Endi keyingisi, funksiya chegaralanganmi? Chegaralangan, yuqoridan ham quyidan ham. Faqat s sonni o'ziga teng, shuning uchun chegaralangan. S sonidan katta ham bo'la olmaydi hech qachon, kichik ham bo'la olmaydi. Juft. Nega? Sababi juftligini sababi x ni o'rniga manfiy son qo'ysak ham, musbat son qo'ysak ham funksiya o'zi s ligicha qolaveradi, ya'ni boshlang'ich holida turaveradi. Xo'p, keyingisi davriymi desa, davriy bo'lar ekan. Nega? Sababi x ni o'rnida hop, ixtiyoriy t sonini qo'shsak x ga yoki ayirsak, funksiyani qiymatida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. fx funksiyani x nuqtadagi qiymati, x plus ixtiyoriy t nuqtadagi qiymati yoki x minus o'sha t nuqtadagi qiymatlari hammasi bir-biriga teng, bu ham bo'lsa s soniga teng. Shuning uchun demak bu funksiyada ixtiyoriy sonni davr sifatida olishimiz mumkin. Ikkinchi funksiyamiz darajali funksiya, ya'ni y barobar x darajasida alfa. Endi bu yerda alfa sonimiz ixtiyoriy haqiqiy son bo'lishi mumkin, faqat 0 emas. Bu yerda aniqlanish soha ham, qiymatlar soha ham alfaga bog'liq. Nima uchun? Sababi, agar alfani o'rnida aytaylik 2, 3 shunga o'xshagan natural sonlar bo'lsa, x darajasida 2, x darajasida 3. Unda hech qanaqa funksiyani aniqlanish sohasida cheklov bo'lmaydi. Minus cheksizlikdan plyus cheksizlikkacha o'zgarishi mumkin. Lekin qiymatlar sohasiga e'tibor berishimiz kerak o'sha vaqtda ham. Nega? Chunki agar x darajasida 2 bo'lsa, masalan, funksiya, qiymatlar sohasi 0 dan plyus cheksizlikkacha. Chunki manfiy bo'la olmaydi x ning kvadrati. Lekin x ning darajasi toq, x ning darajasida 3 bo'lsa, u holda aniqlanish sohaga o'zgarish bo'lmaydi. Minus cheksiz va plyus cheksizlik turadi. Lekin qiymatlar sohasida o'zgarish kuzatiladi. Nega? Chunki u ham minusli sonlarni ola olishi mumkin. Unda u minus cheksizdan plyus cheksizlikkacha o'zgaradi. Shunga o'xshash, agar alfani o'rnida biz manfiy sonlar qo'yadigan bo'lsak, masalan, x darajasida minus 2 yoki boshqa shunga o'xshagan aniqlanish sohasida ham, qiymatlar sohasida ham o'ziga yarasha uzilishlar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun bu alfani qiymatiga bog'liq aniqlanish sohalari. Endi monotonligiga, o'sish kamayishiga keladigan bo'lsak, yoki faqat o'suvchi bo'lib chiqadi, yoki faqat kamayuvchi bo'ladi. Shuning uchun bu funksiya monoton. Keyingi funksiyamiz ko'rsatkichli funksiya. Bu y barobar a darajasida x. Darajali bilan ikkalasining farqi bor. Darajali funksiyada asosidagi son noma'lum, darajasi ma'lum. Ko'rsatkichli funksiyada asosidagi son ma'lum, darajasi noma'lum bo'ladi. Va bu yerda a ni o'rniga ixtiyoriy son olaveramiz, haqiqiy son. Faqatgina 1 ga teng emas va 0 dan katta bo'lganlarini. Nima uchun? Sababi agar manfiy bo'lib qolsa, manfiy sonlarning har qanaqa darajasi ham aniqlanavermaydi. Endi 1 ga teng bo'lganini ham olib tashlaymiz. Xo'p, bu yerda aniqlanish sohasi haqida gapiradigan bo'lsak, aniqlanish sohasi 1 ga teng bo'lganini olib tashlaganimiz sababi, agar 1 ni x-inchi darajasida deb yozsak, unda hech qanaqa bunda ma'no qolmaydi, chunki x o'rniga ixtiyoriy son berishimiz bilan yana 1 ni darajasi 1 ga teng bo'laveradi, bu o'zgarmas funksiyaga qaytib qoladi. Endi bu aniqlanish sohasida hech qanaqa cheklov yo'q, minus cheksizdan plyus cheksizlikkacha o'zgaraveradi. Faqat qiymatlar sohasida cheklov bo'ladi.
qiymatlar sohasi qanaqa bo'ladi? Qiymatlar sohasi 0 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi, 0 kirmaydi. Sababi bu funksiya hech qachon 0 ni ololmaydi, 0 bo'lolmaydi. X ni o'rniga ixtiyoriy son qo'yganimiz bilan a darajasida x musbat bo'laveradi. Chunki a ham musbat bu yerda. X ni o'rniga manfiy son qo'yganimiz bilan 1 taqsim a ning musbat darajasi deb yozaveramiz. Bu ham yana musbatga qaytib qolaveradi. Endi bu yerdagi a ni qiymati 1 dan katta bo'lsa, funksiya o'suvchi bo'ladi. 0 1 oralig'ida bo'lsa, bu funksiya kamayuvchi. Keyingi funksiyamiz logaritmik funksiya. Logaritmik funksiya logaritm a asosga ko'ra x bo'ladi. Bu yerda ham a ga qo'yilgan talab ko'rsatkichli funksiya bilan bir xil. Ixtiyoriy haqiqiy son 0 dan katta va 1 ga teng emas. Bunda ham endi qiymatlar soha bilan aniqlanish sohalari ko'rsatkichli funksiya bilan ikkalasi o'rni almashib qoladi. Chunki bu ikkita funksiya bir-biriga teskari funksiyalar. Xo'p, demak, qiymatlar sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikkacha o'zgarib qoldi. Aniqlanish sohasi esa 0 dan plus cheksizlikkacha. Bu ham a 1 dan katta bo'lganda o'suvchi, 0 1 oralig'ida bo'lganda esa kamayuvchi. Keyingi funksiyalarimiz trigonometrik funksiyalar. Trigonometrikda sinus bilan kosinus haqida gapiradigan bo'lsak, aniqlanish sohalari minus cheksizdan plus cheksizlikkacha bo'laveradi. Qiymatlar sohalari esa sinus va kosinusniki minus 1 bilan 1 ni orasida joylashadi. Minus 1 dan kichik bo'lib keta olmaydi, 1 dan oshib keta olmaydi. Shuning uchun qiymatlar sohasi minus 1 va 1. Ikkala nuqtani ham olishi mumkin, kiradi ikkalasi ham. Ikkalasi ham chegaralangan minus 1 va 1 bilan. Xo'p, sinus funksiya, trigonometrik funksiyalardan faqat kosinus funksiya juft, qolgan barchasi toq, eslab qolsak bo'ladi. Va sinus va kosinusni davri 2pi, ya'ni har 360 gradusda qiymatlari bir-biriga takrorlanadi. Shuning uchun davri 2pi, ya'ni 360 gradus ekan. Endi tangens bilan katangenusga keladigan bo'lsak, ikkalasini aniqlanish sohalarida uzilishlar bor. Qanaqa uzilishlar desa, ba'zan tangens degan funksiyamiz o'zi pi taqsim 2 va shunga o'xshagan, ya'ni 90, 270 gradus, shunga o'xshagan burchaklarda uzilishga ega. Shuning uchun o'sha nuqtalarni olmaydi. Katangens funksiya esa teskarisi, 0 pi yoki 0 180 gradus, 360, xuddi shunga o'xshash takrorlanib kelaveradi davriy dedik. O'sha qiymatlarida, o'sha nuqtalarda qiymatlari mavjud emas. Va bu yerda ikkalasida ham qiymatlar sohasida hech qanaqa cheklov yo'q. Minus cheksizdan plus cheksizlikkacha boraveradi. Va boya aytganimdek, kosinusdan boshqa hammasi toq funksiyalar, shuning uchun tangens ham katangens ham toq. Va davrlari endi tangens bilan katangensning davri pi, ya'ni 180 gradusga teng ekan. Sinus bilan kosinusda esa bu 2pi ga teng edi, ya'ni bu 360 gradusga to'g'ri kelardi. Va keyingi anaqamiz 6-si teskari trigonometrik funksiyalar. Bu ark sinus, ark kosinuslar. Sinus kosinusni minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2 oralig'idagi yoki kosinusga keladigan bo'lsak 0 va pi oraliqdagi teskari funksiyalar o'zaro. Ark sinusni qiymatlari, ark sinus bilan ark kosinusni bitta anaqasi bor. Umumiy jihati aniqlanish sohasi minus 1 va 1 ikkalasida ham. Qiymatlar sohasiga keladigan bo'lsak, ark sinusniki minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha, ark kosinusniki esa 0 dan pi gacha ekan. Chegaralanganligi bor ikkalasida ham, chunki o'sha aytdik, qiymatlar sohasi bittasi minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha, bittasi 0 dan pi gacha. Shu chegarasi shu ular uchun. Endi juft toqligiga keladigan bo'lsak, ark sinus funksiya toq funksiya, ya'ni minusni oldiga chiqarish mumkin. Ark kosinus juft ham toq ham emas. Bu demak ikkala holatga ham kirmaydi. Va ark sinusni grafigi jihatdan o'suvchi funksiya, ark kosinus esa kamayuvchi ekan. Va undan keyingisi ark tangens bilan ark katangens funksiyalari. Bunda aniqlanish sohasida hech qanaqa cheklov yo'q. Ikkalasi ham minus cheksizdan plus cheksizlikkacha aniqlangan. Lekin qiymatlar sohasida cheklov bor.
qiymatlar sohasi bizda minus pi taqsim 2 yu pi taqsim 2da ikkalasi ham kirmaydi. Bu arctangens uchun va arctangens uchun 0 u pida. Bunda ham 0 va pi nuqtalarini qabul qilmaydi. Endi jufttoqligiga keladigan bo'lsak, arctangens funksiya toq funksiya, ya'ni arctangens minus x bo'lsa, minusni oldiga chiqazib minus arctangens x deb yozishimiz mumkin. Lekin arctangens juft ham toq ham emas. Bu funksiya demak juft ham toq ham emas. Va endi o'suvchi kamayuvchisiga keladigan bo'lsak, arctangens funksiya o'suvchi ekan, arctangens funksiya esa kamayuvchi bo'lar ekan. Endi mana shu yerdagi asosiy elementar funksiyalarni, demak, chekli sondagi arifmetik amallar bilan, ya'ni yig'inda ayirma yoki ko'paytma, bo'linma bilan yoki ba'zan kompozitsiya deymiz, ikkita funksiyani bir-biri bilan kompozitsiyasi, ya'ni murakkab funksiyalar ataladi. Shu formula amallar bilan aniqlangan funksiyalar, hosil qilingan yangi funksiyalar ham demak elementar funksiya deyilar ekan. Va bunda o'sha aniqlanish sohalari masalan ikkita funksiyadan tashkil topgan bo'lsa, o'shanga qarab har ikkalasini aniqlanish sohalariga bog'liq bo'ladi. Mana pastda misollar yozilgan. Siz talabalarga vazifa bo'ladi. Mana bu misollarda funksiyalarni aniqlanish sohasini topib qo'yishlari mumkin. Shu bilan demak bu darsimizni ham yakunlaymiz.